Mandarinda non narxlari qanchadan? Hozir mandaringa kelganmiz. Hozir sizlar bilan solishtirib ko'ramiz. Assalomu alaykum azizlar. Bugun biz mana mandaringa keldik. Mana bu chiroqli go'zal nonlar o'sha mandarinda chiqyapti ekan. Ko'rishingiz mumkin. Hozir qanaqa chiqyapti, qanday sharoitda chiqyapti hozir yopuvchi akalarimizdan suhbat olamiz. Assalomu alaykum, Hormiy aka. Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi aka? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Olyapsizlarmi aka? Namangandan kelganmiz. Oho, o'zimizni Namangan vodiyda akaxonlarimiz, o'zimizni nonlar aka, necha grammli bu nonlar aka? Bular 310 gram. 310 gram. Qanchadan u sotiladi aka? U dastavka xizmatlari qanaqa bo'lyapti? Dastavkaga 30 dan bo'lib beramiz. Dastavkasi 30 dan. Moskva ichida. Moskva ichida. Joyida sotilish qancha bo'lyapti? Joyda 35. Joyida 35 dan. Kelib olib ketishaveradi. Patirlarimiz necha grammli aka? 500 gramli. 500 grammli patir ekan. Yog'i bormi aka buni? Bunda 3 kilo yog' bu. 3 kilo yog'i bor. Mayda nonda-chi, grammi qancha buni? 310 gram, hammasi bir xil. Bitta xamirdan bo'ladi. Bitta xamirdan bo'ladi. 310 grammli non ekan. Patir 8 gramli patirimiz ham bor. 800 grammli patirlarni ham ko'rsatamiz. Mana tepadagilar 800 grammda. Ha, 800 gram. Bular qancha endi yetkazib berish aka joyiga? Bular 100 so'mdan. 100 so'mdan. Joyida sotilishi? Joyda 100 so'm joyda. Dastavka ham hamma yoq 100 so'mdan. Ha, dastavka 100 so'm. Mana hozir nonlar ko'rishingiz mumkin. Go'zal, haqiqiy o'zbek nonlari. Yog'i aka o'zimiz margarinmi yo'qli? O'zimiz Semishka yo'q. Semishka yog'ida? Semishka yo'q. Xudo xolasa ta'mi zo'r. Tandirlar ham Ta'miga. qanaqa ekan? Spiral ikkovi ham ishlatyapsizmi tandirni? Ha, hozircha bittasini ishlatamiz. Beton ha? Bu beton tandir. Oo, ko'rishingiz mumkin. Beton spiral tandir. Nechta non sig'adi aka bunga? Bunga 48 ta 50 ta sig'adi maydaqa. 48 ta 50 ta. Yaxshi ekanda sharoit. Necha qop bo'lyapti aka bu yerda endi? Endi dushanba, seshanba kunlari jumaga 5 qop qilamiz. 5 qop. Undan avval 8 qop, 10 qop qilamiz. Juma yakshanba bo'ldi. Juma shanba. Yaxshi, ancha navoxona keng ekan, ishlagani zo'r ekan, havolarni o'tadilar. Hamma narsa sharoitimiz bor. Sharoitdan kamchilik yo'q. Apparatlar ham bor ekan. Apparatlar hammasi. Xamirlar apparatda qilinar ekan. Non apparatlar. Aka, bu non apparat qayerdan kelgan? O'zimizdan Namangandan kelgan. Namangandanmi? Ikkalasi ham kelgan. Qancha yetib kelgan aka kelishi bu? Apparat baquvvatga o'xshayapti. Manisi 120 ming shunaqa tushdi. Rublga. Ha. Anisi 127 ming rublga tushdi. Yaxshimi? 250 Atkaz qilmayaptimi? Xijolat qilmayaptimi? Zo'r, vobshe zo'r. Mana shu kimga kerak bo'lsa shu nomerga, nomeri bor. Nima qilsa, zakaz qilishlari mumkin. Aynan, Kosonsoydan o'zimizda bu. Sonsoyda. Ba'zilar sharoitlar ko'rishlari mumkin. Ketyapti. Chiroyli holatda. Kompressorlar ham apparat kompressori bilanmi yo o'zingiz olganmisiz kompressorlarni? Kompressor bilan. Kompressor bilan kelganmi? Ha. Ha, azizlar mana. Hoplayverar ekan o'zi. Go'zal holatda. Endi yopasizmi aka endi buni? Xudo xolasa o'zi, ha. Ko'tarish esdan chiqibdi gazi. O'zi ko'tardi. Spiralni? Ha, spiral o'zi. 1-2 minutdan keyin yopamiz. Bu qanaqa ish bo'ladi aka? Kun bo'yimi yo Kun bo'yi ish yaxshi xudo xolasa. kecha-yu kunduz ochiq bo'ladimi? Yo'q, kecha kunduz o'sha bo'lmaydi. Ertalabdan kechgacha. Ertalabdan kechgacha. Nechta sig'adi dedingiz aka tandirga? 48 ta. Mana shu nondan 48 ta sig'arkan. Bundan 48 ta. U non tushsa qanaqa bo'ladi aka? U non tushib ketsa u. Non tushib ketsa. O'g'lamiz isbet qilmasa kuyadi. Hozir o'ta kichkina ekanmi? Ammo Katta tandir yopib o'rganib qolibmiz-da. kichkina tez. Tez qizib tez yopib turaveradi. Agar uni ikkovini ishlatsangiz, haligi o'ta to'xtamasdan yopsangiz, tandir hijolat qilib qo'ymaydimi? To'xtab qolib, qizmay qolib. Yo'q, unaqa emas. Shanba yakshanba kuni, juma shanba yakshanba 3 kun birga ishlatamiz ikkalasini. Oho. Necha soatda? Biz o'zi mana bu joyiga qarablik uchun sekin sifatga qarab yopilaverar ekan. Saboga qarab yopamiz. Tezroq yopadigan bo'lsa, tez yopamiz. Bizda 12 soat ichida 14 qop yopish. 12 soat ichida 3 kishi 14 qop yopish. Digasizlar.
Shu nonimiz mana 35 dan ekanda, aka. 35 dan 310 gram ekanda bu. Bu yerdan konkurent kuchli-da aka. Ko'p ekanda bu yerda. Ha, ko'p. Bu yerda aka hamma boshlig'i bittami yo alohida-alohidami? Deydi, alır. Mandarinni. Alohidami? Anası. Arendaga olgan. Ha, arendaga olgan. Ammo uni opalardan so'rasam hamma Namangandan deydi. Shunaqa. Hamma Namangandan ekan-da, navoiylar. Ha, shunaqa. Aka, keyin bu oyliklar qanaqa bo'ladi aka, oyligi? Qopiga olasizlarmi yoki tugigami? Qopiga olaman. Qanchadan aka qopiga? Qopiga 2,5 million beradi. 2,5 mingdan? Ha. Rublmi? Rubl 2,5 million. Shunda hozir hamirlikchi bilan bo'lishasiz-da, to'g'rimi? Ha. 2,5 ming. 2,5 million beradi. Teng bo'lishasizlarmi? Yo'q. Yopish ko'proq oladi. Ha, dije. To'g'ri, o'zi ahamiyatda shunaqa. Biz bavi jiyan. Jiyan. O'zimiz jiyan. Kelishgan holatda. Ha, kelishgan holda ishlaymiz. Oylik qanaqa beriladi aka? Keyin kunigami, oyigami? Kuniga beradik. Kunlikmi? Kunlik. Ha, yaxshi. Oyiga shunda qancha jo'natyapsiz aka? Bir puli beriladi. O'rtacha. Oyiga tushiramiz 200 million, 200 ming. Dollarda 2000 dollar atrofida ekanda. Ha, shunaqa. Ha, yaxshi. Dam qanaqa bo'ladi aka? Haftada dam olib ham turasizlarmi yo? Endi qachon o'qimizni xohlasa dam olamiz. O'rnida Endi ishlab o'zi- turadigan odam ham bormi yo? Yo'q. Domoxona to'xtatib dam olib berasizlar-a? Ha, ba'zi birda shunaqa. Ha. Yo, ba'zi birda ba'zi mana bolalar bor. Iltimos qilsa bir kunga ishlab turadi. Yaxshi, sharoit zo'r. Sharoit kengina ancha pokiz ekan. Yaxshi xudoga. Yaxshi nonlar. Kimga kerak bo'lsa, non zakaz qilsanglar 3 kilo yog'li patirlar bor ekan mana o'zimizni. Dasturxonga qo'yadigan patirlar. Bu yog'i mana har xil patirlar. Shu raqamlar qo'yib qo'yamiz, raqamlarga telefon qilib bemalol zakaz berishlar mumkin. Raqam nechida aka? 90 siznikimi? Ha, to'g'ri. Ana shu. Bu nonlarimiz 35 dan, bu nonlarimiz 100 so'mdan, bu nonlarimiz 50 rubldan, bu nonlarimiz 100 rubldan. Kelib bemalol xarid qilib ketishlar mumkin.